apandining so'zlaridan, harakat qiyofatidan biror ko'ngilsiz ishning shartini ko'rgili bo'lmaydi. U burunqideklan xotirjam ham tamkin ko'rinadi. Shunga Aqniyaz qandoq men demadimmi degandek ma'noda ko'z qisib Shavkatga qarab qo'ydi. Lekin Shavkat yana xotirjam emas edi. Unga qandoqdir bir ilohiy kuch tarafidan bishorat kelayotgandek. Ko'ngli noma'lum bir shunliqni sezib turardi. Oxir u bo'lib Salim apandining o'zidan so'radi. Muallim, biror ish bo'lmagandi? Qandoq deysiz? Salim apandi parvosiz unga qaradi. Yo'q, endi deyman-a. Hozircha tinchlik, lekin bundan keyin qandoq bo'ladi bir narsa deyolmayman. Dedi Salim apandi har ehtimolga qarshi imkoniyat qoldirib. Chunki bizning jamiyatimiz murakkab, turmush tasadduqlarga to'lgan. Aqniyaz tuyuqsiz xiyoliga kelgan bir gapni so'rab isbotlamoqchi bo'ldi. Muallim, olsam ovoz yetakchi sizning liksiyangizni tekshirganmish, rostmi? Rost. Shunday qish bo'pti. Dedi Salim apandi xotirjam holda. Tekshirmamdi. Men uni munbarda ochiq so'zladim. Agar mas'uli topsa o'ttirg'i qo'ysin, yana oshkora munozirlashaman. Ovoz yetakchi qaltis odam. Uning ko'zi hamish boshqalar qadoqliq. Dedi Aqniyaz xuddi o'z-o'ziga so'zlagandek qaynab. U markazimni ko'p biladi, lekin markazimni qo'lchira qilib, boshqalarning ko'ziga yiqib turib oladi. U bilsa, markazimni biror qatim bo'lsa-mu, aynakda qilib o'ziga qarab boqsa bo'ladi. Beshida osh partiya shakkisi bo'lmasa, o'qirda alab yeydigan bir nima ekan u. Davatda Shavkatni o'zini tutolmay to'siq qildi. Yo'q, unchilab ketmanglar. Deb xizmatdashini oqlashga boshladi Salim apandi. Ovoz baxti u darajada yomon, nobop o'qituvchi emas. Uning eng chong ojizligi, uningdagi ong, iddiya va tafakkurning o'zi ishlagan va o'qigan davr saviyasi to'xtab qolganligida insoniyatning bilim iqtidorining taraqqiyoti cheksiz bo'ladi. Shunga bugungi natijalar kelgusi taraqqiyotlarning yangidan boshlanish nuqtasi bo'lib qoladi. O'rta asrdan ilgari Yevropaliklar universitet bitirgandilar, ondan bo'lish amalini o'rgana oladi. O chaqda bu bir sirliq ilm bo'lib to'yilgan. Nurg'un kishilar bo'lish amalini o'rganish uchun Italiyaga berib o'qigan. Bugungi kunda 9 yoshli o'quvchimi millionlar xonislik sonlarining bo'lish amalini ishlay oladi. Demak, jamiyat davran fan texnikaning uzluksiz taraqqiyotiga ergishib, bilimning ko'nab qilish nisbatimi barg'on sir gavdalik bo'ladi. Ba'zi mutaxassislarning isbotlashicha 18-asrda yangi bilim 80-90 yil o'z kuchini ko'rsatib chiqqan. 19-asrning oxirida 40 yilga qisqargan. Endi bizning mush davrimizga kelganda bo'lsa 15-20 yilga tushib qolgan. Bundan ko'rishga bo'ladiki, hayot yashayotgan odam uzluksiz o'rganmasa, kallasini yengilab turmasa, jazman davrning ilm-fan taraqqiyotining orqasida qilayveradi. Ovoz baxtidagi ajallik ojizlik ana shu, ko'p o'rganmaydi, izlanmaydi. Balki burunqi kichkina dasmaysini davron qilib, yo'g'on nafga erishmoqchi bo'ladi. Bu gaplardan cho'nqur mazmun yetarlik asos bo'lmasa-mu, lekin Aqniyaz bilan Shavkat deganda qoyil bo'lmadi. Bo'libmi Shavkat bir narsadan shaklangandek Salim apandidan to'g'ridan-to'g'ri so'radi. Muallim, u odam hamish sizni piyingizdan yursa, diksiyingizdan qusur izlab, so'zlaringizdan e'lon topmoqchi bo'lib olsa, siz yana uni oqlayapsiz. Bundoq kan qo'rsaqligingizni biror sabab bormi nima? Salim apandi kulib ketdi. Chunki xushxo'y, samimiy edi. Nima sabab bo'ladi? Dedi u kulgisini to'xtatib. Kan qo'rsaq bo'lish yaxshi xislat emasmi? O'ziga ishonchsiz komil odamlarla boshqalarga kan qo'rsaq bo'la olmaydi. Shu topda Aqniyaz bilan Shavkatga Salim apandi o'zining kamtar va ulug'ligi, pok va oliyjanobligi bilan ovoz baxtining xunuk ichki dunyosiga ta'na qilayotgandek tuyuldi.
Söhbət xeyli uzaq davam qaldı. Temaları özgürüşcan yeni hem mənilik idi. Ular uzaq çıqqanda əl cımaqqan. Mektep meydanı, binası, köz keçisinin soğuqu bilen nurlanıp, çöl dərəb xamuş duratdı. Kişilərə tuydurmayı şəbsiz düşüvatqan süzüb şəbnəmlər, yer zəmin, gül giyahlarını nəmdəb, havanı texmi sap və salqın qılıvətgən idi. Turğunun bu qetim xiti Aqniyazni pərişan qılıb qoydu. Bu yerde baş qatırdıgan işler azdek, əmdi onun xiyaliga yezilardaki gurbetçilikdə ötüvatqan kajdəray dehqanlarının təqdir qismətləri kirib elib, köngünü xeyli vaqt qış parakende qılıvetdi. O xətni yeni bir o'qish uchun yanchiqadan elib açdı. Aqniyaz, sen hamisha Ömer Hayyamning dunyoning ishidir tashvish bilan g'am. Birini tugatsang, biri dur hamda. Tex tug'ilmaganlar buningdan bexabar. Xabarlanib qolsa kelmas edi ham. Mushru boisini o'qiydim. Sening og'zingdan to'la anglab, mening qulqimga ram bo'lib qopti ekan. Shu kunlarda bu ruboyini men pat-pat o'qiydigan bo'lib qoldim. Nimishqa odamsan? Bizning beshimizga kutilmagan tashvish bilan g'am tushdi odash. Dadamning Shayx Murad ismli bir aksi bor edi. To'limi oq ko'ngil, dilkash, qiziqcha odam edi. Nayt yaxshi ko'ratdim. Bu odamni qor bosgandekla tuyuqsiz peshkanlik bosdi. Men sana ahvolni tafsiliy yozay. Shu bahonada ochiq yutgan ichimni bo'shab qola. Tag'am Shayx Murad bir kuni o'zicha mavjushiga qurs elib o'ltirib, bir og'inisiga mundoq debdi. Tunigun bu odamga qurs olsam, Fir'avnning yultuzi bilan o'xshash tushib qoldi. Bu kishimi o'lgich taxtdan tushmay o'tadigan o'xshaydi. Bu gapni anglagan do'sti dastlab eranishmabdi. Keyin silpiy kurashning yangi yuzlanishlar to'g'risida tashviqot kuchayganda, o'zi bilan o'zi xudiksirab, bu ish bir kuni o'ttirg'i chiqib qolsa, menni sherik bo'lib qolmay deb qo'rqib, tashkilga aytib qo'yibdi. Shuning bilan tag'amni tartib chiqdi. Yezini sazoyi qilib, agar mavjushi taxtdan tushgan bo'lsa, sen chiqmoqchimiding? Qara, sening qorniting nima degan yomon deb o'zmay bir hafta kurash qildi. Oxirida 7 yillik qamoq jazosiga kesivatdi. Bu ish bilan bizmi gumonliq oila bo'lib qoldik. Men go'maydi, tag'amga ichim og'riydi. 70 yoshga berib qolgan odam salomatligini yaxshi emas. O'yindan chaqchaq qilgan bir ishning bunchalik og'ir dardisar elib ketishini kim o'ylabdi deysan? Bu ishda men hammadan qattiq ta'sir qilgani ba'zi odamlarning kurash yig'inda tag'amning 10 yil burun ishlarini tishlab tartqanligi bo'ldi. To'g'ri deyman. U chaqda tag'am qaramoqqa qiziqchilik qilganda qilsimi, amaliyotda samimiy ish qilgan. U chaqda men kichik edim. U ish G'uva ismida turibdi. Bir kuni yezimizda Amerika qarshi turib Chavshanga yordam berish safarbarlik yig'ini ichildi. Yig'in boshqaruvchi doklar tugatgandan keyin tag'am o'ttirg'i chiqib, "Yeliq cho'ng qodirdim. O'g'lim Amerika degan xumpar qaysi tarafda?" deb so'radi. "Shimol tarafda." "Ha, mana bu tarafda" deb yeliq qodir qo'li bilan kunpetish tarafni ko'rsatdi. Tag'am shu tarafga bir hozog'cha g'azab bilan o'miyib qaradi. Keyin birdilla orqaga o'rilib o'g'il bilan kelinni chaqirdi. "Mingla, mana bu yoqqa mush otimiz" deb unlik vaqiradi. Tag'am o'g'li bilan kelinning oldiga o'tib, o'ngmushdan ching tugib, g'azab bilan havo qartib shildidi va chek tomirlarini ko'pirtib varqirdi. "Ot mushdan ot, ot mushdan ot." U bir tarafdan varqirab, bir tarafdan kunpetish tarafga qarab salmoqlik bilan siljidi. O'g'li bilan kelinimi uning orqasidan mush etib olg'i siljidi. Shuning bilan atsi butun yezda Shayx Murad Amerikaning og'zi burnini qon qilib atdi degan gaplar tarqaldi. Tag'amning bu sodda qiliqi ayni vaqtda safarbarlik yig'inining kayfiyatini jonlantirib, yaxshi ta'sir qo'zg'agan edi. Endi kelib 10 yil o'tganda ba'zida uni shaqqida ta'tirsiga burab, bu odamning aslida niyati yomon. Shu chaqdagi jiddiy safarbarlik yig'indimi saroqning qilqini qilib masxir qilgan. Mana mushundaq deyishdi. Shunga qaraganda bizning jamiyatda bir odamning müdürmigini yaxshi ekan. Agar müdürib ketsa, uni Rossiya olgan to'qimanatlarning hammasi bosildi ekan. Do'stim, men bu ishdan muhim bir saboqqa ega bo'ldim. Odam har qanday makon ham zamonda
Ko'nglim oq, ko'nglim to'z deb, ko'ngildagi hammani shalaqshitib tükürüvetgilik emaskan. Pista ve badam meyğizning tatliq ham e'tiborligi uning bir qavat qattiq shaklning ishida saqlanganligiga o'xshaydi. Shuningga qaraganda odamlarmo o'z ko'ngildagi o'y-xiyol, sir asrolarini puxtroq, pinhonroq saqlash kerak ekan. Shu munosabat bilan Ömer Hayyamning Munu ruboyisini xotir daftarimning bosh betiga yozib qo'ydim. Her sirin dilda saqlash dona, o yushirin bo'lsin misoli anqor. Sadabning ichida qatr dur bo'lur, sirqilib qalbida yo'shirg'ash daryo. Do'stim, sirti qattiq yomg'ir yig'latdi. Planlashdığımızdan bugün kişi akmadı. Deyğbayla, men öz qo'lim bilan oq qo'noqni puli qilib yeb, ondan dariza oldida kapning ustida o'tirib bu xatni yozyapman. Xiyolimga yana tag'am kirib oldi. Ko'nglim yerim bo'layotdi. Xatni davomlashtirishga hafsilam qolmadi. Do'stim Turg'undin deb belgaysan. 1962-yil 13-sentabr Jigdera. Anlavatqanlar Dili Qutoridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Havas baxti ko'p vaqtlarda o'z gapi kulti bilan pauza berishga amroq edi. Shunga har bir gapini qilib bo'lib, qamlashsimi, qamlashmasimi, halolab kulib qo'yatdi. Bugun uning bunday hamoqatlarcha kulgisi nima uchundir Yoqub Kerimning tishiga tegib, ko'nglini g'ash qilib qo'ydi. Biz uni o'zi kutdik. O'shin topar deb o'yladik, lekin qo'tilga oxir burnidan ilindi. Mana bu o'sini bekurashni bizning irodamizga bog'liq bo'lmagan muqarrar qonuniyati. O Salim apandi to'g'risida so'zlayotdi. Yig'inda bor yo'q 5 odam, fakultet partiya yacheychisining hayotlari bor edi. U bugun nayt xushal ham ko'ran edi. Shunga kulganda o'zini to'xtatib ololmay, havas ham tamanno bilan qiqirlab kulatdi. Bunday chaqda uning uchay bag'rimi tortishib ketayotgandek yuzlari qo'rilib ketadi. Mening fikrim shu, dedi u uzun nutqidan endi xulosa chiqargandek. Biz tashabbuskorlik bilan darhol uni darsdan to'xtatishimiz kerak. Bu gap yana Yoqub Kerimga yoqmadi. U fikrini agitib o'ltirmayla ochiqli aytdi. Salim apandining ishini maktab o'zi tutib-oldi. U yerdan biror xabar bo'lmay turib, biz uni darsdan to'xtatsak, tashkiliy prinsip uyg'un kelmaydi. Maktabning qarorini kutishimiz kerak. Endi bo'la Yoqub mudir, dedi Havasbaxti ovozini so'zib. Elimo shuni shuncha vala qo'g'didingiz. Qo'rg'inlaringiz egilib ketkichi yo'lidingiz. Lekin u sizga 1 minutni tishtirib bermadi. Oxir kelib siz suhbatga yiqildi. Endi yana qo'g'dayman, yo'layman desangiz, o'zingizni butunlay bulg'ab qo'yasiz. Bunda qilish xuddi shamol chiqqanda chiroq ko'tarib talog'i chiqqandek ahmoqlik bo'ladi. Agar biz yana maktabning qarorini kutib yotsak, u chaqda bekmi pasportga tushib qolamiz. Yamonga yontayoq bo'lgan bo'lamiz. Bu o'ynashadigan ish emas, Havasbaxti, dedi Yoqub Kerim qilishib. Bu bir ziyolining siyosiy hayoti, taqdiri masalasi. Sabrchanlik bilan maktabning qarorini kutmasak bo'lmaydi. Uninggacha Salim apandi darsini o'tayveradi. Sizning bir aybingiz ko'zga ishonmay quloq qishilish. Menimcha ko'zga ishini u sizni bir taraflamalikdan, uqishmaslikdan, nizodan saqlaydi. Shundaqmi? Havasbaxti qo'pollik bilan dimig'ini qoqdi. Sizda texe o kishi to'g'risida xeyli shirin xom xiyollar bor ekan-a? Bilib qo'ying Yoqub mudir. O hozir tashkilning nazaridan tushgan, ommaning qarg'ishini olgan odam. Ey kishilarga qaraganda Xudoning azobidan to'z istiqbor bilan qutulishga bo'lamiz. Lekin tashkilning ommaning g'azabiga uchragan odam har qanday qilib qutula olmaydi. Hozir sizda burjuaziyaning hujumi qarshi iqtidor borgancha kemiyib ketyapti. Bu bakma xatarlik. Men sizdagi iddiy to'mirlar bir qilib kutishgani yaxshi deb o'ylayman. Bu so'zlardan Yoqub Kerimning dili puchildi. Ko'ranglik manmandonlik bilan aytilayotgan bu so'zlarda ochiq ta'nidan boshqa masxira ham tanbihmi bor edi. Shu kunlarda Havasbaxti Yoqub Kerimni ancha ko'zga ilmaydigan.
uning ishlaridan o'zicha zig'iriq chiqaradigan bo'lib qolgan edi. Chunki u o'zini allaqachon Yoqub Kerim o'ltirayotgan aşı Bulg'ar tashliq aylanma o'rindiqning egisi deb hisoblaydi. Bundaq bishorat uningga xeyli muhim yerlardan berilgan. U o'zimi amdiki navbat jazma meningki deb ishongan edi. Bundaq odamlar biror manfaatning to'g'rirog'i, biror amalning shon-shuhratning shabsini sezgan hamon xudini yo'qitib, o'zini yerda emas, arishda his qiladi. Kishilarga o'zini aqlli, bilimdan salobatli qilib ko'rsatish uchun og'zi besilmay valiqshaydi. Ko'nglidagi harom niyatlarini jinning boricha yo'shirib, o'zini xalqparvar, adolatparvar qilib ta'dillaydi. Lekin bundaq saqtiliq hamon samimiy, halol niyatli odamlarning o'tkirgizdan baribir qutulib qololmaydi. U xuddi qorga ko'milgan jasaddak kunlarning birida oshkor yonib qoladi. Yig'in uzoq davom qilmadi. Hovuz taxtining fikri yarim yo'lda to'xtab qoldi. Hech kim o to'g'rida qayta eg'izlashmadi. Yig'inning keyingi muzokara temasi fakultetning o'qitish ishlari to'g'risida bo'lib ketdi. Shu yig'indan 2 kun keyin Salim apandi tuyuqsiz tashkilot bo'limiga chaqirtildi. Mana shu chaqiriq bilan tang Shavkatning tushi reallikka aylandi. Salim apandi kutilmagan mushkulat ichida qoldi. Tashkilot bo'limining Van familiyalik boshlig'i Simiz, Egizbo'y, qoshlari shalong, qisiq ko'zlari surilik, so'g'napas odam edi. U xos ishxonasida Salim apandini o'ltirishdan taklif qilmadi. Balki bigiz qo'li bilan Safoning yelidagi qattiq o'rindiqni ko'rsatib, "Sening joying shu" degandek qo'pol bir ishoratni qildi. Salim apandi o'rindiqni oldiroq tortdi. Ochiq bilan kuchab tortilgan o'rindiqning putidan g'arq qilgan yaqimsiz bir ovoz chiqib ketdi. Van boshliqning tish qerishgandek chiroyi purishib ketdi. Dastlabki suhbat qisqa savol-javoblar bilan bo'ldi. Sizni chaqirganligimning sababini bilamsiz? Yo'q. Nima gunoh o'tkazganligingizni-chi? Gunoh? Yo'q. Hech qanday gunoh o'tkazmadim. Rostmi? Rost. Van boshliq o'rnidan turdi. Ishxonada u yoqdan bu yoqqa mangdi. Har bir qatim Salim apandining oldidan o'tganda uningga surlik ko'zlarini tikib, so'g'uq nazar bilan qarab qo'ydi. Ba'zilar sizni johil, hiylagar desa, unchalik emas-ku deb tikanman. Dedi Van boshliq Salim apandining o'diniga kelganda to'xtab. Siz rastlı granit kallisi bilan u dunyoga ketadigan johillardan o'xshaysiz. Amsa ochiqroq aytay, Badamgul degan qizni tanimsiz? Taniyman. Dedi Salim apandi tasoddifiy bu ismning o'ttirg'i chiqib qolganligidan hayron bo'lib. U mening o'quvchim, uning biror ish bo'ptimi? Mendan so'raysan-ku, xursand qilma. Van boshliqning birdan alpozi buzildi. Ko'zlari qisilib, ko'zi yuzi sat o'ngdi. Endi u sallab so'roq qilishga boshladi. Bir o'qituvchining o'z o'quvchisiga yomon niyati bo'lishining qanday oqibatlarni elib keladiganligini bilamsan. Sen hozir qonuniy jazoga tortilish oldida tursan. Agar yavaşlık bilan ixlor qilib gunohingga tavba qilsang, kamchilikka erishishing mumkin. Bo'lmasa o'z putingga o'zing palti chapsan. Salim apandi taajjub evida turib qoldi. Ko'zlaridan, chiroyidan bir ishning tagiga yetolmay gangrab qolgan odamning omoqtiligiga o'xshash bir xil esankirash bilan hayronlik chiqib turadi. U hatto Van boshliqning o'zini bu yerga xato chaqirtib qolgandek his qildi. Shunga uni turibla bir xil xo'rliq, kamsitilish azobi qiynashga boshladi. U har qanday narsaga chidasimi, lekin insonlik g'ururining oyoq osti qilinishiga taqat qilib tura olmaydi. "Van bojan, men uncha bola o'rkirman." dedi u oxir o'zini tutib ola olmay. "Osonlik millat odim bo'lganligim uchun qanday qilsam shundoq bo'ladi deb o'ylamang. Sizning 8 qirliq shakingiz mening bodam do'ppam bilan o'xshash. Partiyaning qaysi bir nizomida millat pillat degan gap bor ekan. Ikkimiz o'xshashi kommunist.
partiya oldidagi burch mas'uliyatimiz o'xshash. Nima? Bu gaplar qanday og'zingga petyapti? dedi Van boshliq texmi judini o'rlab. Sen bilan men o'xshashman. Berib qo'y. Sen hozir gunohkorlar emas, balki jinoyatga. Birinchidan, sen o'z o'quvchingga cheqilib uni homildor qilib qo'yding. Ikkinchidan, dars munbiridan foydalanib o'quvchilarni zaharlading. Oq mutaxassisish yo'liga maqdib. Buning po'latdek faktlar mana. Sen undan tanolmaysan, og'dirib etolmaysan. Van boshliq tartmadan bir tutam materialni erib, shira ustiga paqqida tashladi. Tuhmat! Butunlay tuhmat! deb varqirgancha o'rnidan turib ketdi Salim apandi. Bir mavzuyam kashf qilibdi. Men uning bilan hisoblashaman. Sen endi hisoblashib bo'lding. dedi Van boshliq gapni tishlarining orasidan chiqarib. Hisoblash navbati endi bizga keldi. Sen o'shini yig'ib, atigacha butun masalani yozib topshir. Atidan qolsam o'sh faktlar bo'yicha ustondan hukmni chiqarib etamiz. Gunohing teg'imi eg'irlashidi xolos. Salim apandi o'rnidan turib eshikka mangdi. O'zi turgan yer bilan eshik orliqidagi bir necha qadam yer go'yo uningga jannat bilan do'zaxning orliqidek uzoq ham sirliq tuyulib ketdi. Dastlab ketayotgan yerni go'yo silkinib, yerilib, uni tuyuq qorong'i bir hong'i so'rab ketayotgandek mudhish bilindi. Van boshliq uning orqasidan qisiq ko'zlarini chekchaytib, bir xil o'chmanlik bezori nazar bilan qarab qoldi. Salim apandining o'z g'ururini qo'g'dab o'tgan boyqi vijdoniy so'zlari uni sagaklashtirib qo'ygan edi. Keyin kishlari Badamgulning tasavvuridan butunlay holqib ketdi. Salim apandiga chora ko'rildi. Ko'ringandimi butun maktabni zilzilaga solg'udek, butun o'qituvchi-o'quvchilarning yuragini titrtibadgidek darajada eg'ir chora ko'rildi. Maktab bo'yicha echilgan cho'ng yig'inda uning partiyadan qo'g'langanligi, o'qituvchilik salohiyatining elib tashlanganligi jakarlandi. Bir necha kundan beri u tozliq ishchilari bilan birga o'qitish binosida rezinka o'tik kiyib, og'ziga maska taqib ishlayotdi. Cho'ng yig'in echilgan kuni Badamgul hushidan ketishga tas qoldi. U xuddi beshi ikki parcha bo'lib chashrab ketilgandek, qo'llar bilan beshini ching qisib turib yig'lab ketdi. Yig'lagandimi qattiq dard ichida silkinib, go'yo zulmatli qorong'i honga petib ketayotgandek pushlanib ketdi. Shu kunlar uning haqidagi g'aybat shikoyatlar zaharli ilondek vishildab, taraf-tarafda beshini ko'tardi. U yotoqdan chiqolmay qayg'u-alam ichida yetib qoldi. U Salim apandiga ish og'ritdi. Qilgan ishidan pushaymon edi. O'zining aldangan, qiltaqqa tushganligini his qildi. Lekin vaqt o'tgan edi. Qilgan gapidan yenib verishga bo'lmaydi. Mana shu pushaymon, nomus, o'kinish devisi uni kundan kunga holidan ketkizib, chidag'usiz vijdon azobiga seliyotdi. Bu qatma-qat dard alam uning ma'sum yuragini xuddi otgan paxtadek titrtibdi. Bugun tushdan keyin o'quvchilar maktab dehqonchilik maydoniga salza, yong'u qazg'ili chiqib ketdi. Zoyid boshachekida yig'inim bor degan yolg'on sabab bilan amgak chiqmay, Badamgulni yo'qlab qizlar yotqiga keldi. Va eshikdan kiribla yolg'on yeyib o'zini aytdi. Kechiring, ahmoqim. 2 kundan beri aldirash bo'lib ketib, yaningizga kelolmadim. Bag'masa yig'indim. Ahvolingiz qandayroq? Erlari qachonki muhabbat sislashsa, shu chaqda hiyla mikr va yolg'onchilikqa qarab mangadi. Bu xuddi ayollar yuz ko'zidagi qiyirliq alomatlarini yo'qotish uchun ufqi anglikni bo'lishga surganga o'xshaydi. Zoyid shu kunlarda Badamgulga nisbatan oshundoq bo'lib qolgan edi. Kulkis ichida mug'ambarlik, yurak so'zlari ichida yolg'onchilik bor edi. Badamgul midirlabni qo'ymadi. Nursiz ko'zlarini bir nuqtaga tikkanicha mushukdek tugilib yetiverdi. To'la yig'lab bergashgan qopoqlarini ishib, yuzini tatirib ketgan edi. "Nim bo'ldi, Badamgul?"
dedi Zoid uning eran so'ziga har kelgandek ochiq aralash talab qildi. Endi men gap qilishdimmi? Erandigan bo'lib qoldingizmi? Endi aytib, qiladigan gaplarni qilib bo'ptiq. Dedi Badamgul do'qqilgandek so'g'uq degib. Endi hozir meshki o'yin chashqanga qiyin bo'lyapti. Bu ne deganingiz? Kimga o'yin, kimga qiyin bo'lib ketibdi? O'zingiz bilasiz? Men nima bilayotganman? Ajab siz o'zingizni boshqalardan aqlli, e'tibor chaqlaydigan bo'lib ketibsiz, ha? Nima? Siz meni yengilashtirib qilyapsiz? Bunga hech kim qalamoqqa bermaydi-ku. Shu kunlarda Badamgulni o'zidan qandoq bazdirishning amalini izlab yurgan Zoid uchun bu gap yaxshi bir saboq bo'ldi. Shun o fursatni qo'ldan bermay chin esildi. Siz odamga jab qattiq tegadigan bo'lib ketdingiz, ha? Bilib qo'ying, er kishining ko'ngli nozik, avrishingga o'xshaydi. Sanli qattiq tegsa uzilib ketadi, yomon. Mundaqda xotin kishining ko'ngli har qancha qattiq tegsa uzilmaydigan qo'pol organ tikanda. Dedi Badamgul Zoid so'g'uq nazar bilan qarab. Endi bildim. Siz ajoyib boshqalarning cho'kirish hisobiga o'zingizni ko'taradigan, boshqalarning yig'is hisobiga o'zingizni ko'taradigan odam ekansiz. Nima dedingiz? Zoid o'rnidan turib ketdi. Bu gaplaringiz uchun chidovsiz, dardsiz javob Badamgul. Har qancha tarsam, yana shunchalik tortaman. Qani ko'ringiz. Zoid yotoqdan qaydigandek chalvoqib chiqib ketdi. Ko'p qizlar sirtqi qiyofatning yoshirin bishoratlariga ishinib, odamning yuragimi sirtqi ko'rinishiga o'xshashli go'zal bo'ladi deb o'ylaydi. Amaliyotda bu ularning sodda go'dakligi, shunaqla yomon odamlarning qiltig'iga tushib ketishidagi psixik ojizligi. Badamgul mana shundoq bo'ldi. U buni keyinroq his qildi. His qilganda bo'lsa, o'z taqdirini, istiqbolini allaqachon qaram va saxta bir yurakning ilkiga o'tkazib bo'lgan edi. Zoid uni tashlavatdi. Xuddi ishlatib bo'lgan kona keraksiz bir buyumni tashlavatgandekla, shundoq o'ng'ay ham ochiq oshkora tashlavatdi. Hatto u ba'zi og'inlarga qilcha yiqmasdilla. Qaranglar, tanlovag'inim ashundoq tampotlisidek bir qiz ekan emasmi? deb yurdi. Bu ishdan yana Badamgulning yaqin sirdoshi g'unch qiz o'ttirga chiqdi. U Zoid bilan xeyli qattiq zo'kunlashdi. Uning o'z vaqtidagi bechara holatini, Badamgulning muhabbatini qo'lga keltirish uchun uning oldida tizlanib, yelinib, yovurganlarini eslatib, uning vafoga jafo qilmasligini o'tindi. Lekin Zoid qarniyatlik bilan g'unch qizga mundaq dedi. Har ayol ishga jinis mangu farqli ishga dunyo qizcha. Shunga ularning muhabbati qilsig'mig'idek darajada yimirlash bo'lib ketishi mumkin emas. Qo'shilish va ayrilish tabiiy ahvol. Sizlar qizlar mundaq bir she'rni anglamaganmi? Ajoyib go'zal sevgi muhabbat. Ammo u ba'ayni bir esil taom. Tunji yolqini pasaygan mahal kishida qoladi tetiksiz dattab. Bu gaplarni anglagan g'unch qiz xuddi yerginishlik, ishqbos bir narsaga yo'l qilib qolgandek tini shurkunib, badallari tikanlashib ketdi. Bilib qo'ying, Zoid, dedi u alamdan yig'lab kelishga tos qilib. Sizga o'xshash har dam xiyol bilan ish qiladigan qora ko'ngil, lopak odamlarni turmush jazolmay qo'ymaydi. Lekin bu gaplar Zoidning qitig'iga kirib chiqmadi. U hozir o'zini hech kimga tan qilmaydi. Qilgan ishining hammasini to'g'ri, haqliq deb hisoblaydi. Demismi Zoiddek omati o'ngdan kelib, baxti oldida yo'rg'ilab yurgan bundoq talaylik odamlar, Badamguldek chinischi qilib, so'yli qochgan qizlarni tashlab etib, uningda yosh va go'zal birsini tepib olishni hayotning o'zlariga bergan huquqi, turmushning nesivisi deb tushunardi. Bunday qishlar ular uchun xuddi matematikadagi qo'sh amali bilan adabiyotdagi qo'shoq to'qishdekla oddiy va o'ng'ay ish edi.
Shu kunlarda Badamgulning hamma narsaga aloq-jaloq qaraydigan bo'lib qolgan, o'rkigan ko'zlari texim chakchiyib, qarchiqlari ustiga tortishgandek yo'qolib ketdi. U dilxasta bo'lib, nadomat bilan o'ylaydi. Men nimishqa bu nopok, yuzsiz odamga ishonib, uning yog'limi gaplariga dum tushdim. Hamma gunoh o'zimda, o'zimning irodasiz ojizligimda. Hay, odam bolasining beshiga mundaq dard alam kelmasin. Dard alam odam tugul, hayvonnimi bo'kirtib yetadi ekan. Badamgul üstilab kelgan bu dard alam dastidan bir necha kun ichida xuddi ushik tekkan noli guldek sarg'ayib, solishib ketgan edi. Anglavatqaninglar Beliq to'ridan angiltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Aqniyaz qo'llarini orqaga tutib, odamni tit-tit qilg'icha bir xil chigish xiyollar ilkida besh qaygan tarafga mangmoqda. Tabiatning rassam qo'lida yasalgandek alomat manziralari uning uzoq maylini tortolmadi. O'dul tarafdan so'qqan iliq nam shamol uning yumshoq shalong sochlarini yalpib, yuzini sipab, kirpiklarini suyib o'ynasimi, uningga rohat, huzur beg'ishlay olmadi. Chunki shu topda uning ko'ngli parishon, dili g'amgin, qo'risqi och edi. Hurmatli o'qituvchisi Salim apandining beshiga kelgan echinishlik taqdiri uning ko'nglini beorom qilib, yurak bag'rini xuddi og'zi dumlangan tonurning ichidagi cho'g' qo'qasdek o'rtaydi. Lekin shu topda yana bir dard xuddi qurt qo'ng'izdek so'g'uq, yirik, yiqimsiz putqo'llari bilan uning mingsini, oshqozinini, uchay qiyrinlarini g'ajab, tatilab, holidan ketkizayotgan ochliq dardi hammadan ustun, hammadan hukmron o'rinda turib-o'tadi. Nima uchundir u bugun zodira chidolmay qoldi. Balkim uningga tushdi ishgan heliq kichikgina shoyi patta sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Aslida Aqniyaz uncha nafsi yomon noshukurlardan emas edi. Har qancha qiynalsa-mu, levini tishlab, shaytoniga hay berib, ochliq azobini yengalaydi. Lekin bugun zodila bo'lolmay qoldi. Agar u tushdagi o'ziga tegishli tomoqning hammasini yeyalagan bo'lsa, hargiz bundoq bo'lib ketmaydi. Ammo tomoqning hammasi uningga nasib bo'lmadi. U qo'lidagi bir qachon shoyi pattaning yerimini ichib bo'lganda, xuddi bir narsani izlagandek qo'shqu shundoq bir maltividi, qo'shqa g'alati bir narsa ilinishib qoldi. U darhol yenidagi Salayni noqib ko'rsatdi. Salay bir qarabli kuldi. Aday, ta'lim borkan, tutun qozondagi shoyi pattaning zoologiya qismi sangi chiqibdi. O'zirinib chaynavda. Indaysan, buni sen qurt demoqchiman? Shundoq bo'lmaydi. Sen ko'ztab bilan birga qozonga tushgan amyoba, medozlarda qurtlar bo'lmamdi. Ko'zingni yumib yeva, go'shtmi go'sht. Qushqashmi go'sht degan shu. Shu gap bilan Aqniyazning ko'ngli shaklanib, ichi erishmandek bo'ldi. Asta tomoqxonadan chiqib, yerim qacha shoyi pattani daraxtning tuviga to'kib Endi o tushdagi aşı yerim qo'rsoqlikning dardini tortib o'tadi. Aqniyaz daraxtlik yo'llarni aralab, bilib-bilmay maktabning dehqonchilik maydoni tarafga qarab mangdi. Ko'nglida yong-yung, qizilcha, sabzilar qizib ilingan etizliqlardan biror ishga bosh narsa tepib yeyish orqali jonni qo'rqitayotgan ochliq azobini besish umidi bor edi. Mana onun ko'z oldini yalang'ashlanib, ko'z ortiga bahuzur qoqilib yotgan qarichilan tuproqliq kang etizliqlari quchoq ochdi. Etizlari tap-taqir edi. Biror tub tish turgan gulgiya, o't-cho'plarmi ko'rinmaydi. Aqniyaz etizliqning u yeri bu yerini aralab, puti bilan yumshoq to'plarni turtib qarab baqdi. Biror boy savza, qizilchi tugul ularning usulashgan yopirmoqlari ko'rinmaydi. Aqniyaz tükürkini yutib, yezargan navlarini yalab, dastlab cheki yo'q ko'k osmonga, keyin qariyib ko'ringan yiroqdagi daraxtliklarga holsizlangan holda xomush tikildi.
Shu chaqda uning ko'ziga o'zidan 50-60 qadam yiroqlikdagi etizliqda timsiqlab yurgan bir tog'il kala ko'rindi. Kana xuddi bir narsani qazmoqchi bo'lgandek, puti am tumshqi bilan yer tirnayotdi. Aqniyazning ko'ngli bir narsani sezgandek bo'ldi va ixtiyorsizla kala tarafga qarab mangdi. Uning kelishi bilan tang kalamo yumshoq yerning tagtidan bir bosh qizilchin turtib chiqardi. Qizilcha yo'g'on, xuddi chag'roq mantkavusdek keladi. Aqniyazning ko'ziga qizillik tiqildi. Nafs taqildi. U o'zini tutib ololmay javg'aylardan ko'pik chashirtib, yo'g'on bejirim tishlari bilan qizilchini chaynashga hozirlanib turgan o'ruq kala qarab etildi. Shu topda Aqniyazning aql idrok turmizlanib, o'zining odamligini unutgan. Butun vujudida faqat oshkalaga o'xshash ochliq vasvasali qolgan edi. U kalaning ishlimidan xabarsiz talva hayvonning o'ziga biror xim xatar yetkazib qo'yishini xayoliga keltirmagan edi. Uning xiyolida faqat oshi bir bosh qizilcha. Uning uchun shu topda hayotlik mas'uli, kuch-quvvatning manbai, shirinjonning kapolti bo'lib to'yilgan oshi bir bosh xom qizilchili bor edi. U xuddi sadoqdan chiqqan o'qdak etilib yugurgan beti qizilchining bir beshini qopib tutdi. Uning yana bir beshi allaqachon kolning og'ziga kirib bo'lgan edi. Bir odam va bir hayvon bir bosh qizilchini talishib elishmoqda. Har ikkisi bo'sh kelmadi. Kalining o'tkir tishlariga qizilchining bir beshini omburdek qisqan edi. Aqniyazning yo'g'on o'gilik kuchlik barmoqlarini qizilchining yana bir beshiga taqinmoqlagandek tishini kirishib ketgan edi. Elishish xeyli vaqt davom qildi. Bu elishishda angliq odammi, angsiz hayvonmi o'xshash qimmatga tushib qolgan edi. Ularning qimmati o'xshashla o'z nafsi va tiriklik uchun edi. Shun ular bir-biriga rahim qilmaydi, zodi yo'l bermaydi. O'xshashla rahimsiz, o'xshashla qadrsiz edi. Lekin nima uchundir Aqniyaz o'z raqibining do'ptigilak yo'g'on ko'zlariga qaragan sari asta-asta bo'shib ketdi. Buloqdek tiniq va pok bu ko'zlardan qandoqdir yelinish va iltijoga o'xshash bir xil sipoyi mo'ldirlash chiqib turardi. Aqniyaz tilsiz hayvonning yaltiroq ko'zlaridagi bu yoshirin ba'nini o'zi ko'pjib turgan oq va pokiz yelinga ko'zi tushgandan keyin teximi to'liq tushandi. Bechara yangi tug'ilgan bolang bor ekanda. Shu xiyolni ko'nglidan o'tish bilan Aqniyazning qo'li ixtiyorsiz bo'shashdi va birdilla o'z-o'zidan saskangandek bo'lib ketdi. Tog'il kala qizilchin tishlagan peti orqaga yondi. Va xuddi yana biror och arvoh kelib rizqi chang soladigandek so'kuldab tez yurib ketdi. Aqniyaz shu yerga o'zini tashlab o'ngisiga yotdi. Arg'in jismi nam va yumshoq tuproq ustida go'yo ona bag'rida allaylangandek bir xil rohatlik sezimga to'ldi. Burniga quyosh taptidan tovlanib, nur va qirovga tuyunib, rosa akchigan munbat tuproqning o'ziga xos chuchuk ham xushbo'y hidi gupildab urildi. Ko'ziga tapti yongan kunning qizg'ish nurlari bilan chaqnagan ko'k osmon va uning poyonsiz bo'shligida gohi laylab, gohi shunqib, gohi munloq etib yurgan g'amsiz qushlarning bemalol parvozi ko'rindi. U rahatlangandek ko'ksini to'ldirib cho'nqur nafas oldi. Havo haqiqatan sop ham namxush edi. Shu topda u ish-ichini tatlayotgan zahardek ochliqni, putquni baqasitib qo'ygan holsizlikni asta-asta unutdi. Butun vujudi bir daqiqa bo'lsa-mu, tabiatning bu go'zal, sehrlik va sehiy qo'yniga singib ketgandek, xushallik ham oromlik tuyg'usi cho'mdi. Gugum tushgandan Shavkat etizliqlarni orlab ketib o'tib, Aqniyazni ko'rib qoldi. U texicha shirin uyquda edi. "Ha, Shohning uyqusi uxlabsan-ku", dedi Shavkat uni qitig'lab uyg'otib.
Agar ko'rmagan bo'lsam, kechasini bu yerda ishda olaydi ekan, to'q. Nereden kelishi? So'radi Aqniyoz asnab turib. Ajab tatlı uxlab ekanman. Seni izlab yotqinga borgan edim, dedi Shavkat uning qo'lidan tortib turg'izib. Qaytishimda texi yo'lni qisqartib ko'z etizliqlarni arlab ketyotdim. Qarsam laydek yotsan, dastlab qo'rqdim. Buning bir ish bo'lganmi nima deb o'yladim. Keyin sinchilab qarsam pushildab qaraman uxlab etibsan. Bu yerga qanday kelib qolding? Qo'rsoq dardi bo'lmamdi, adash. Aqniyoz xuddi qiziq bir hikoya yoki latif so'zlagandek shundoq havas ham zo'q-sho'q bilan boyqi voqealarni so'zlab berdi. Shavkat teliqib ko'ldi va oxirida xon terini aylisa ulton bo'lur, nafsini yiqqan kishi sulton bo'lur degan tamsilni she'r qilib o'qib, sen kelgusda sulton bo'lgan o'xshaysan, Aqniyoz, dedi va uning qo'lidan tortqancha yotiq tarafga elib mangdi. Yur, tezma, qo'rsqing ichib xonada ketay deb qopsan. Ular ham kesak bilan qo'pirilgan to'ttam ichidagi kichik oddiy yotoqqa keldi. Yotoq ko'rimsiz besati g'urbat bo'lgani bilan yemak-ichmak maishati mo'l edi. Shavkat Aqniyozning oldiga birligan yong'yo bilan qizilchini qo'ydi. Texni ikki parcha kunjut, piyoz silingan mazali tonurning bor edi. Ichirqab ketgan Aqniyoz takalluf qilmasdan bahuzur yeyishga boshladi. Qo'qasda pishirilgan yong'yo bilan qizilcha shundoq tatliq yeyishlik edi. Shavkat yotoqning sirtidagi mash o'choqda o't qalab, birdamdan qaynoq choy damladi. Aqniyoz mazali tonurnini yo'g'on javurga chilab, huzurni pishdi. Va Shavkatga ma'nili qarab qo'yib so'radi. Turmushing qoltis qo'y, Shavkat. Bir nozik kuyuncha qo'l og'lashqanday qildi-ku. Shavkat azaldan sir tutmagan do'stidan bu ishni yo'shirmadi. Maydondagi bir ishchining qizi olimdan xabar elib turibdi. Tuluq o'tirdi qo'ydi. Sen degandek haqiqatan kuyimlik ishchan. Lekin aramizda texe hech qanday gap so'z bo'linmadi. U sana xudo avatgan farishtakan, Shavkat, dedi Aqniyoz dard chekkan do'stining bu tasoddifiy omadidan xo'shallanib. Uning peshiga ching etil. Baxtsiz kuningda o'z baxtini bergan odamda vafo keladi. Qani, qarab baqmamdi, dedi Shavkat bir xil dilg'unliq bilan. Sutdan og'zi ko'ygan odam qetiqni pulab ichadigan bo'lib qoladi ekan deydigan gap bor. Ular bir-biriga ma'nili qarashib qo'ydi. Aqniyoz qo'rsqini o'pdan to'yqizib olgandan keyin bir ish esi kelgandek so'radi. Boya meni nima izlagandim? Salim apandini yo'qlab kelaylikmi dedim, dedi Shavkat. O'tgan ko'ngilsizliklardan keyin u odamni ko'rib boqmadim. Ma'qul, boraylik. Aqniyozning ovozi miskin chiqdi. Men o'tgan kuni bir ko'rishgan edim. Lekin nima uchundir u odam o'zini qochirib yurdi. Balkim o'quvchilarimga gap qilmasin deb o'zini oyog'andi. Men shunda qo'ylayman. Hozir nima ish qilyotgandi? Xola tozlaydi, koridor yuydi, pallan-paylarni supuradi. Bichora. Shavkat ulug' kichiktandi. Lekin Aqniyoz o'rindan dast turdi va qaysi bir klassik shoirning bir ikki misra she'rini o'qib, Salim apandiga bo'lgan ko'nglini izhor qildi. Sopol va zar qochi ishda barobar, qimmatda loy beri biri bo'lsa zar. Ular nemishqa tanishaldi. Shavkat qo'qasga ko'mib pishirgan bir necha tal yong'yo bilan qizilchini gazet qog'oziga o'rab elib oldi. Bilim şirketida ovozga elinib, bilim to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjan xalq nashriyat tarafidan nashr qilingan Ay Yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz.
Bu roman Şinjanның har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.